Biz insonlar shunday yaratilganmizki, unutuvchan qilib yaratilganmiz. Juda ko'p narsalarni unutamiz. Boshimizdan chiroyli voqealar o'tadigan bo'lsa ham unutamiz. Og'ir musibatlar o'tadigan bo'lsa ham unutamiz. Yaqinlarimizdan ayriladigan bo'lsak ham bir muddat so'ng unutamiz. Tariximizni unutamiz, o'zligimizni unutamiz. Va kunimizda bo'layotgan musulmonlarga bo'layotgan zulmlarni unutib kelyapmiz. Musulmon qardoshlarimiz ochlikdan qiyinchilik ko'rayotganini, urushlardan aziyat chekayotganini, qishning sovuq kunlarida chodirlarda og'ir sharoitlarda yashayotganini unutyapmiz. Ha, biz insonlar shunday yaratilganmiz. Agar bizlarga biror narsa eslatib turilmaydigan bo'lsa, biz unutib qo'yamiz. Xuddiki, bilasizlar, juda yaxshi ko'rgan bir birodarimiz yoki ota-onamiz, oilamizdan eng yaqin birodarimiz vafot etadi, bizdan ayriladi. Uning musibatini unuta olmaymiz deb o'ylaymiz. Ya'ni o'zimizni yaqinimizdan ayrilishlik biz uchun juda ham og'irdek narsadek tuyuladi. Lekin u bizdan ayrilgandan keyin bir qancha muddatga o'tgandan keyin, balki 1 yil, balki 2 yil, balki 5 yil va yana unutamiz. Chunki biz insonlar unutuvchan qilib yarilganmiz. Bu nimaga aytyapman? G'azzoda mana shuncha voqealar bo'ldi. G'azzoda urush bo'lar ekan, bombardimonlar davom etar ekan, insonlar G'azzoga befarq bo'lishmadi. Chunki har kuni internetni ochadigan bo'lsa ham, televizorni ochadigan bo'lsa ham yoki ko'chada birortasi bilan gaplashadigan bo'lsa ham, Falastin G'azzodagi bo'layotgan zulmlar, u yerdagi qiyinchilik tinmasdan eslatilib turilar edi. Lekin hozir G'azzoda tinchlik bo'ldi, sulh bo'ldi, urush tugadi deb insonlar G'azzodagi qiyinchilikka uchrayotgan musulmonlarni unutishdi. U yerda hali ham ocharchilikdan qiynalayotgan, hali ham og'ir sharoitlarda, qishning mana bunday yog'ingarchilik kunlarida, sovuq kunlarda, chodirlarda qiyin ahvolda yashayotgan musulmonlarni unutishdi. G'azzodagi musulmonlarga eng yordamlariga ehtiyoj bo'lgan vaqtlarda ularni tashlab qo'yishmoqda. Ularni unutishmoqda. Ularga befarq bo'lishmoqda. Ha, albatta, G'azzodagi qardoshlarga befarq bo'lmagan minglarcha aka-uka opa-singillarimiz bor. Ular G'azzodagi urushlar, voqealar boshlangandan buyon yordamlarni davom ettirishdi. Mana sulhlar, u yerdagi urush tugagan bo'lsa ham yordamlarda bardavom bo'lishyapti. Alloh taolo ularni Firdavs va Naim jannatlari bilan mukofotlasin. Bizlar ham imkon qadar Muray qalblar xayriya jamoasi olarak G'azzodagi musulmon qardoshlarimizdagi bo'layotgan mana bu qiyinchiliklarni insonlarga unuttirmaslik uchun imkon qadar ko'proq video olib, G'azzodagi bo'layotgan voqealarni sizlarga ulashtirishga harakat qilyapmiz. Va sizlardan kelayotgan ehsonlarni, yordamlarni G'azzodagi qardoshlarimizga imkon qadar tezroq shaklda ulashtirishga harakat qilyapmiz. Bugun ham ko'rib turganlar ushbu videoda G'azzodagi ochlikdan qiynalayotgan, og'ir sharoitlarda yashayotgan musulmonlarga, mazlumlarga issiq taomlar tayyorlab ularga ulashtirdik. Albatta bular mana bu issiq taomlarni ko'rib juda ham xursand bo'lishdi. Va ehson qilayotgan aka-uka opa-singillarimiz haqlariga duolar qilishyapti. Bir och insonni, bir och musulmonni qornini to'yg'azishlik islomdagi juda ham katta bo'lgan ajrli amallardan hisoblanadi. Alloh taolo mana bunday faqirlarni quvontirayotgan, mana bunday mazlumlarni qornini to'yg'azayotgan birodarlarimizdan, opa-singillarimizdan rozi bo'lsin. Va ularni dunyo va oxirat yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Agar sizlar ham ehsonkorlar karvoniga qo'shilib, G'azzodagi qardoshlaringizga, faqirlarga, muhtojlarga yordamlaringizni ulashtirish istaylar, bizni aloqa manzillarimizga chiqishingiz mumkin. Bizlar ham imkon qadar tezkor shaklda u yerdagi mazlumlar uchun, faqirlar uchun sizlarning yordamlaringizni ulashib, u yerdagi yetimlarga yordamlaringizni ulashib, ularni qiyinchiliklarini, og'riqlarini ozgina bo'lsa ham yengillatishga harakat qilamiz. Alloh taolo sizlardan va bizlardan qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.